Men hozir sizlarga Pirimqul Qodirovning Yulduzli tunlar tarixiy romanidan bir parcha o'qib beraman. Ko'pdan berikim yoru diyorim yo'qdir. Bir lahza-yu bir nafas qarorim yo'qdir. Keldim. Bu sori o'z ixtiyorim birla, lekin borurimda ixtiyorim yo'qdir. Bu misralar orqali shoh va shoir bobomiz Zahiriddin Muhammad Boburning ichki iztiroblari haqida so'z yuritilar ekan. Bu misralarni o'qir ekanman, ko'z oldimda o'sha davrdagi ichki siyosat va albatta bizning bobomiz qanchalar iztirob chekkanligi haqida ham so'z yuritiladi. O'z yurtidan ketish, vatanidan yiroqda yashash, do'st yorlaridan boshqa joyda yashash, ularning sog'inchi. Mana shu she'riy misralarda hammasi jamlangan va har bir kitobxon buni o'qisa, o'sha davrga borib yashaydi va Bobur bobomizga qanchalar qiyin bo'lganini ich-ichidan his qiladi desam adashmagan bo'laman.